Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Hozir sizlarga shu yerdagi hamma velosipedlarni narxlari bilan xususiyatlarini tanishtirib o'taman. Birinchi velosipedimizga kelsak, Zenit modeldagi velosipedimiz Amazoniy deb ham ataladi. Bunda afzalliklari, xususiyatlari, ya'ni oldida amortizatorlari mavjud. Old orqa diskning tormoz bilan jihozlangan va 7 ta skori mavjud va o'zini qo'shimcha qulf va bu tomonda stoplari ham bo'ladi. Buni razmeri 26 razmerida bo'ladi. Endi buni narxiga kelsak, bularning narxi 1,2 million so'm tashkil qiladi hozircha. Yana kelishiladigan joyi bor. Endi ikkinchi velosipedimizga kelsak, xuddi shu modelni yangiroq versiyasi bo'ladi. Boshqacharoq modeli va kichikroq modeli hisoblanadi. Bunda endi xususiyatlari komplektida bonusiga, ya'ni pastida suv quyib ichadigan joylari bo'ladi. Tomonda stop, keyin original burama qulfdan qo'yilgan. Bu yerda fonar va stoplari mavjud. Bunda ham qulayliklar bor. Ya'ni old orqa tros, oldi orqasi diskning tormoz va oldida amortizatorlari mavjud. Balon diametrlari 20 bo'ladi. Buni narxiga kelsak, buni narxi 1,1 so'm. Shu 7 ta skorlari mavjud. Endi keyingi modelga kelsak, keyingi modelimiz Trend Plus modeli. Bu velosipedimiz balon diametri 26/3 bo'ladi. Shunga ya'ni bu velosipedimizda ham amortizatorlari mavjud. Orqa diskning tormoz 7 ta skor. Oldida amortizatorlar 7 ta skori, orqa diskning tormoz. Bundan tashqari balonlari 26/3 bo'ladi. Shu sababdan yo'lda yurishga, agar tog'li joylar yoki toshli joylarda yurishga qiynalmaydi. Ancha pishiq modellardan hisoblanadi bu modelimiz ham. Va keyingi modelimiz asosan hoji tog'larimiz uchun, hoji akalarimiz uchun mo'ljallangan bo'lib, hozirda buni kulrang svetidan bor. Buni narxini 1,2 million so'm qilib belgilab qo'ydik. Kelishiladigan joyi bor. Bemalol pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Keyingi velosipedimiz 26 velosiped. 26 buqa velosiped bo'ladi. Endi qulayliklari, ramasining qalinligi va oldida amortizatorlari bor. 26 model hisoblanadi. Buni 10 yoshdan qariya bolalar bemalol minaveradi. Keyin egarlarga taxminat berib qo'ysin. Original egardan qo'yilgan bularga ham rullari shashini udobniy qilib ishlangan. Oldida setkalari bor, orqa bagaj va faqat bunda oldi tormoz bo'ladi. Endi bu yerda disk velosipedlarga kelsak, bu velosipedimiz 20 razmerli velosiped. Asosan buni 5 yoshdan 8-9 yoshgacha bolalar minsa bo'ladi. Bu modelimiz endi afzallik tomoni. Orqa tomon egarlari yumshog'idan qo'yilgan va orqasida ham bagajlik egari ham ancha yumshoq. Ramalari qalinidan qo'yilgan bo'ladi. Orqa bagajliklari ramadan chiqqan bo'ladi va bolalarning o'ziga tortuvchi ajoyib bunaqa rangli o'yinchoqlardan ham qo'yilgan. Va bu tomonida pomagatorlari ham bor. Oldida setkalari mavjud. Hozirda bu velosipedlarimizning narxi 650 ming so'm chiqyapti. Keyingisi buni ham asosan 10 yoshdan katta, 10 yoshli bolalar bemalol minsa bo'ladi. Buni ham balon diametrlari 24/3 bo'ladi. Ancha tog'li, toshli yo'llar uchun yaxshi variant. Bunda ham 7 ta skorslari mavjud. Old orqa diskning tormoz bilan jihozlangan va orqa tomonlari
egarlari, sportivni egar. Orqa tomonlari yumshoq materialdan qo'yilgan. Ba'da suv ichadigan idishlari ham mavjud. Mana 7 ta sportchi. Bu velosipedimizning narxi hozirda 1 million 100 ming so'mni tashkil qiladi. Endi Binix modellarimiz bu boshqa velosipedlardan pishiqligi bo'yicha ajralib turadi. Nega pishiqlisalar, endi buni xususiyatlarini ham tanishtirib o'tsak, ramalari ham ancha baquvvat bo'ladi. Hamma yo'g'i temir bilan jihozlangan. Mabodo agar bu velosiped yiqilib tushadigan bo'lsa ham, orqalarida shunaqa maxsus o'zining dugalari mavjud. To'rt tomonida dugasi mavjud. Agar yiqiladigan bo'lsa ham duga zarar ko'radi, velosipedga zarar ko'rmaydi. Buni orqa tomonlari bagajniklari ham ramadan chiqqan, temirdan va qanotlarigacha temirdan bo'ladi. Rollari ham ko'rib turganingizdek, hamma yo'q temirdan. Buni balon diametrlari 24 ga 3, 26 ga 3 va 20 ga 3 ming modellari bo'ladi. Qalinligi ham ancha qalin. Bittasida endi 150 tadan oshiq spis bo'ladi mana. Bitta balonda 150 tadan ortiq spis bo'ladi. Bunimizning narxi esa 1 million 100 ming so'mni tashkil qiladi hozirda. Bu velosipedimiz bu modeldan sal farq qiladi. Dizayni bo'yicha shu qulayliklari bo'yicha ozgina farq qiladi. Oldida setkalari, bu setkalari temirdan bo'ladi. Mana pedallarida ham ozgina farq qiladi. Buni ham dizaynni chiroyli qilib qo'ygan egalari. Buni orqasida fonning bagajniklari temir, bu ham ramadan chiqqan va dizaynlari buni ham dizaynni chiroyli qilib, to'rtburchakroq dizaynda qilib chiqarishgan. Orqa dvigatellari original yonadigan dvigateldan bo'ladi. Endi bunimizning narxi 650 ming so'mni tashkil qiladi. Bu bilan bir xil ishi kilo olib ketsalar ham bo'ladi. Endi yangidan kelgan model 20lik velosiped, cho'g'rali velosipedlardan ko'rsak, velosipedimiz oldida yangicha dizayndagi setkalardan qo'yilgan. Egar, orqa egar, qisdinasi, bu tormoz uchalari bir xil qilib, chiroyli dizaynga ega, bir xil rangda qilib chiqarishgan. Balonlari ham original balondan qilingan. Buni balon diametrlari 20 ga velosipedimizning narxini hozirda 950 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Endi bu velosipedlarimizni desak, bu cho'g'rali velosiped. Cho'g'rali velosipedimiz 14 razmerda bo'ladi. Oldalari temir setka va o'zida bunaqa ular uchun maxsus o'yinchoqlar chiqadi. Oldilarida tormoz bo'ladi. Oldi tormoz bor, lekin orqa tormoz yo'q modellarimizda. Keyin ularimizning narxini 850 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Hozirda narxlari shunday chiqdi. Endi bu velosipedimiz xuddi shu velosipedni Siro varianti hisoblanadi. 6lik varianti bu. Narsalari hamma yo'q bir xil bo'ladi. Ya'ni xususiyatlari bir xil bo'ladi. Oldi temir setka, 16 talik balonlardan jihozlangan. Bunimizning narxi 550 ming so'm. Yana bu yoqda chiqqan velosipedimizdan buni narxi ham 650 ming so'm bo'ladi. Endi bu velosipedimiz bulardan farqi oldi amortizator bilan jihozlangan va oldi orqa diskli tormoz va gorniga o'xshash dizaynda qilib ishlab chiqilgan. Bunimizning narxini ham 650 ming so'm qilib beramiz. Hozir shu modellarimizni sizga qo'yib qo'ydik. Endi ichkaridan boshlasak. Samaketlarimiz bular 150 ming so'm, 160 ming so'mdan, biz esa skidkada 100 ming so'mga qo'yib qo'ydik. Bu tomonda 16 razmerli velosipedlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bularning narxi
550 ming so'm. Bu hammasi 550 ming so'mdan bo'ladi narxlari. Hozir bu yerda 3-4 xil modellari bor. Bu modeli boshqa, bu modeli va bu modeli ham bor. Modellari. Rang tanlash imkoniyati bu modellarimiz bor. Keyin 12 li velosipedlarimizga o'tsak, 2 li velosipedlarimizni 3-4 xil modelidan olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda eng arzon modellari hozir bu modellari bo'ladi. Bunimizning narxini 350 ming so'mga qilib beramiz. Keyin qo'yib qo'yganmiz. Qolgan modellarimiz 500 ming so'mdan. Xuddi bu variantlarning kichikroq variantlari hisoblanadi albatta. 12 li velosiped, 14 li, 16 lilarimizni bunimizni 9 ming so'm, 850 ming so'm va 800 ming so'mga qilib beramiz. Endi bu tomonda Demash modellarimiz 26 ga 3 ballonda joylashgan. Ballonlar bilan jihozlangan sektor bo'ladi. Amortizatorlari orqa diskini bularda diskini tormozi bularda diskini tormozlari mavjud. Ularning narxi 1 million so'm qilib beramiz. Hozirgi narxini ko'rish narxlari. Bitta Sportmaster modellarimiz 1,2 ming so'm, bular ham 1,2 ming, 1,2 ming so'm va 1,100 ming so'mlik modellarimiz. Pastda nomer qoldirib ketamiz. Bemalol o'tib Telegramdan murojaat qilsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.